Bugun to'lovlarni qabul qilishni ko'ramiz. Demak, tashkilot ichida nimani ochamiz? Filialni ichida ko'rsak, shoxobchani tahrirlash degan joyimiz bor edi. Eng oxirisini yoqib qo'ygandim men. O'zim sizlar videoda yoqilmagan, alohida o'zim yoqib qo'ygandim. Mana bu klientlar qo'shish davomida. Demak, to'lovni tasdiqlash qismini bossak, demak bizga mana o'tgan safargi xodimlar qismida ko'rsatilgan narsalar hamma chiqdi. Demak, bu yerda Jamshid Is'hoqov mijozidan telefon raqami, manzili, qancha chegirma qilib bergani, qo'shimcha ma'lumoti hamda xodimning ismi ham Abdulloh degan xodim. Demak, 30 ming so'm puli bor ekan. Kerak o'shani Is'hoqovdan mana Abdulloh degan xodimda 30 ming so'm. Hozir xodimimiz bittalik uchun hammasi shu. Xo'p, hammasini hisoblab bitta olib turib, bittada belgilab nima qilib yuborish ham mumkin. Tasdiqlashni bosib yuborish mumkin, bo'lmasa bitta bosib turib, misol uchun ikkita 60 ming so'm pul oldingiz, tasdiqladingiz, ketdi ikkalasi. Bo'ldi. 20 ming, 25 ming buni hali bergan, mana 30 ming so'm oldik, tasdiqladik. Shunaqa qilib tasdiqlash mumkin. Bo'lmasa, общий hammasini bittada belgilab, pulni umumiy hisoblab olish mumkin. Bo'ldi. Tasdiqlashda endi nima qolmadi mana. Tasdiqlanmagan pul qolmadi. Endi to'lovlarni qabul qilish shunaqa, shu yerdan yoqib olib, har birini alohida qabul qilish mumkin.